tushundik, mana qarang, hozir ancha tushunarli bo'lyapti. Misol, men ko'p narsalarni tushunib oldim deyman-da. Chunki menda shunaqa narsa bo'lganda, yana endi mana bitta savol tug'ildi. Xiyonat yuqumlimi? Nimaga bilasizmi? Chunki mana kimgadir xiyonat qilganda ko'p gapirsa o'zingga ham kelib qoladi deyshadi, to'g'rimi? Demak, o'sha menga yuqqanimi? Nima bo'ladi? Gapirmaslikka harakat qilaman. Qarang, xiyonat qarang, hozir aytasiz, ko'p eshitaman, gapiramiz deyapsiz-ku. Islomda g'iybat, обсуждение harom, правильно? Ayollar nima qiladi ko'pincha? Gaplashadi, обязательно yaxshi emas xabar oladi, shuni gaplashib qo'yadi, uni o'rtasida. Muhokama qiladi. U faqat ayollarga emas, erkaklarga ham tegishli, erkaklar ham zo'r muhokama qilishadi. O'sha muhokama qilganda hozir ayniqsa yer vibratsiyasi yuqori bo'lganda, siz g'iybat qilib qo'ydingiz. G'iybat ham qilmang. Просто og'zingizdan mana shunaqa bo'pti deb aytib qo'ying. Yoki даже ovozingizni chiqazmang. Miyangizda, "Voy, ana mana bunaqa bo'pti, men o'zim ham bunaqa edi" deb fikrlab qo'ying. Bo'ldi. Svet tezligida, yorug'lik tezligida o'zingizga qaytib keladi. O'shaning uchun g'iybatdan tiyilgan deb aytilgan. Millionerlar muhokama qiladi. Muhokama qildingizmi, siz uni to'nini olib o'zingizga kiydingiz degani. Yana bitta zamoni borda aytadi-ku, birovni ustidan kulmagin zinhor degan narsa. Shunga ko'p guvoh bo'lganman-da. Shu narsadan anchayin qo'rqib ham qolganman-da. Tavba qilishimga to'g'ri kelganda, shunaqa fe'l-atvorimizda bunaqa narsa bo'lar ekanda, erimiz bilan g'ururlanib qo'yishimiz. Yana kimni oldida, bu yonib turgan ayol bor, og'rig'i bor ayolning oldida mana shu narsa, mana shu chuvstuga keladi-da, g'ururlanib qo'yasiz eringiz bilan. Maqtanib qo'yasiz. Maqtanganingizda ham mayli, kimdir shaldir qilib maqtanadi, kimdir mana bu ichidan bu narsa ayolga stержен bo'ladi, o'sha erkak. Mana shu joyida tirsladida bitta xiyonat ketdi-da, hayoti go'yoki og'dar-to'g'dar bo'lganday bo'ladi. Lekin ana shu ayol qayta tug'iladi, u keyin bilasizmi, inson bo'lib tug'iladi. Yashang. Buni juda ham ko'p his qilganman. Buni anglamaydi ko'pchilik. Bilasizmi, nimaga anglamaydi? Anglanmagan darajasida xiyonatga boradi. Aytadi-ku, Xudoga nima yozdim? Yana xiyonat. Anglaydi-ku. Jabrdiyda pozitsiya yo'q, osonroq. Norozichilik chaqiraveradi. O'sha nimaga degan so'z norozichilikda unga o'ziga battarroq narsa haligi gapi, bular latofat gapirgan gaplari haqiqiy inson tug'iladi. Ungacha haligi kichkinaginamda stержен bo'lib turgan kibrimda olib o'ynatib qo'ydi-yu, ana o'sha-da ana nima deydi, qaymog'i deydi-yu, ikki xil fikr bo'ladi. Ilohiy fikr, shaytoniy fikr. Agar siz oq bo'rini boqsangiz, siz uni oldida kibringiz gapirib tursa ham o'sha narsani bosasiz, yoki siz o'sha qora bo'ringizni gapini qilib, shuni og'zingizdan chiqazib bitta gullab qo'ying, bo'ldi. Siz uni yaxshilab semirtirdingizmi, sizga u assalomu alaykum deb hayotingizga kirib keladi. Ana o'sha yerda fikrni almashtirish, fikrni ajratib olishni o'rganish kerak. Bu как раз o'zligingizga olib keladi. Sizni o'sha shaytoniy fikrlar, kibrlar tanib olsangiz, haqiqiy o'zligingizga kelasiz. Uning uchun yaxshilab tanishib olishimiz kerak. Sal ismingizni Ruxsora, muammoyingizni aytmaymiz, lekin mana shu sizda bo'lib o'tgan muammodan keyin, mana tushundik, og'riq hamma narsa. Ichingizda o'sha ayol sifatida qanaqa fazilatlar uyg'onishni boshladi? Siz avval siz tanimagan. Birinchi o'chirda siz boyagi aytgandek, onalik pozitsiyasi, nima deydi, bola uchun hamma narsani qilib yuborish, yorib boraman degan narsalar keyin borgan sari kuchli bo'lib ketib qoldim-da. Iymon tarafidan ichingizdachi? U tarafdan nima deydi? O'zim uchun kerak bo'lmagan paytda, lekin farzandlarim uchun tahajjudda tura oladigan bo'ldim. 40 ming istig'fori 2 kunda aytib oladigan bo'ldim. Allohga yaqinlashdida ancha. Qaranglar, demak, ayollar ham juda ham katta birinchi o'rinda mana shu manfaat. Ayollar o'zini kuchini og'riq orqali chiqaryapti. Shu manfaat uchun qatiylardir og'riq shartmi? Shuni majbur ko'rsatishligi og'riqni ruxsat yo'q. Qaranglar, bu bizni faqat o'zinglar emas, bu sizlarning ota-onalaringizda bor, xonadonlaringizda bor.
ota-onani Nega o'zini pulni yashami bor. ko'rsatolmayapmiz? O'zini yashami bormi ota-onalarimizni, doda buvilarimizni yashami bor. Og'riqdan nimalardir o'silgan, ham передаваемый, nasldan naslga. Hamma o'zini Lekin qilganiga o'zi hozir javob beradi. yangi qarashda qarasangiz, og'riq orqali kuchimizni ko'rsatishimiz shartmi? Endi unga Bor kelishimiz kuchimizni kerak. ko'rib, kuchimizga qovunlarda yangilik yaraladi. Da, bir xil ketsangiz hech narsa yaralmaydi ham o'zgarmaydi. Mana ginekologsiz, sizga ko'p o'sha turmush o'rtog'i bilan munosabati buzilish natijasida ginekologik muammolar bilan kelishadi-da. Shu bizga boya podkastda oldin aytib bergan mijozingizda aytdingiz, rivojlandi, o'sdi, ulg'aydi, lekin qanaqa og'riqlari bor hozir aytdingiz, menga maksimal psixolog ham bo'lganim uchun menga aytib beradi dedingiz-ku, qanaqa og'riqi bor haligacha unda mana shu haqida o'ylasa, oila haqida, erkak bilan munosabat haqida o'ylaganida hal qilingan deymizmi, uni o'stirayotgan deymizmi, endi shu qanaqa bo'lsa ham. U patsentim уже ancha yillik patsentmanda как раз. No, ayol kishi shunaqangi anaqaki emotsionalniy odam deymiz. Erkaklar более mentalniyda, ularda qarash ishlaydi. Bizda limbik sistema ishlaydi, это emotsiyada. Ayolni убежденияsiga bog'liq hamma narsa. Tushunasizmi? Men shunga loyiq bo'ldimmi, tudamsam demadi u. Men chunki unga yo'l yo'rig'ini ko'rsatdim. Nima xulosa olding deb, masalan. Keldi boshida, lekin вот ana shu narsani boshidan biz ishlaganimiz uchun unda mana shunaqa kasalliklar ham kelib chiqmadi. Lekin bo'lgan boshqa patsientlarim qarang, eri bo'lib turib, xiyonatini ushlagan, yana chidab birga yashab yuribdi, lekin norozi ko'rarga ko'zi yo'q, ketarga joyi yo'q va yashab yuribdi. Ana ular kasal bo'ladi. Tushunasizmi? Ana o'shalar kasallik bilan yuraveradi, xo'ja bo'lib o'zini noloyiqligi, o'zini o'sha samotsenkasi pastligi bilan ichki yemirish, o'zini o'zi yemirish tanani kasal qiladi. Даже rakni ham asl psixosomatik sababi ichki yemirilish. Autoimmun kasalliklar. Bu degani autoimmun, o'zini immun sistemasiga, o'zini himoyasiga, o'zini qarshi kurashi degani. Ichki jang, askarlar qal'ani himoya qilmayapti-da, ichki jang bo'lyapti, tasavvur qiling. Mana shunaqa-da o'zi kasalliklar nomi ham hayotiy juda ham zo'r mos keladi. O'sha nafasingizdan tortib hammasini-da. Nima etsak bo'ladimi? Qarang, u ketadigan joyi yo'q deyapsiz, poylab o'tirib, o'sha yerda yashayapti. U har kuni o'sha triggerni ko'rgan sari battar bo'ladi. Когда принимает, да, shu taqdirga rozi bo'lsang, u boshqa narsa. Keyin o'zgaradi hayoti. Lekin buni rozi bo'lib, o'zgarib, bilib turib yashaydigan patsientim ham bor. Eri bir gal bu xotinni olib keladi, bir gal bu xotinni olib keladi. Bormanda, ikkalasi ham bir-birini biladi, taniydi, e'tibor bermaydi. Nimagaki, eri normalniy topa ikkalasini ham ta'minlaydi. Lekin o'sha yerda qabul, rozilik bo'lsa hech qanaqa problema yo'q. Ha, roziligi bor. Mayli deydi, uni ham ko'ptasi biladi, uni ham davoladingiz. Ikkalasi ham biladi o'zi, tushunasizmi? Menda bor patsientlarim, uni ham davolab qo'ydingizmi? Menga olib kelmasa uni kasalini deydi, tushunasizmi? O'shaning uchun shunaqa ham bor. Qizlar shunda nima deysizlar? Mana qabul bo'lsa, unda muammo yo'q deyaptilar-ku. Qanchalik mana o'z-o'zi hammamiz ayolmiz. Qanchalik ayol qabul qila oladi shu narsani? Bu bilasizmi, mana shu og'riqni hammasi qiz bolani yoshlik paytida ota-ona mehriga to'ymagani bilan bog'liq. Kelinglar, mana ayolimiz hammamiz hozir buni Mehrga to'ymagani qabul qiladi, boriga shukur bo'ldi. His qildik-ku. Shuni ko'p o'ylab analiz qilganman-da. Endi psixolog sifatida ishlaysiz-ku, ustingizda ko'p kelarkan ana shu to'ymay qolingan mehr bor-ku. Hammasini natijasida ayol uradi, yiqitadi, chidaydi ikkita erkakka, nima deydi, ikkita ayol bo'lib yashashga, lekin bularning hammasi og'riq. Maqsadimiz nima hozir bu yerda? Muhokama qilib o'tirishmas, yana tashvish yaratib o'tirishmas, ayollarga aytib qo'yishki, hech narsa arzimaydi. O'zingizni ming azobga solishga. O'zingizni kasal qilishga hech narsa arzimaydi. O'sha chidadingizmi, bo'ldi. Chidash boshlangan joyida matkada qirq-turli kasallik. Lekinchi bu ajrashishga targ'ib bo'lib qolmasin. Misol uchun ering xiyonat qildimi, bo'ldi chidamagin. Gaplashib olish bu ham bo'lish kerak emas-da. Marziyepa qarang, bunaqa narsa. Ana o'sha ayol hozir erini xiyonat qilgandan
ko'rgandan keyin sразу ajrashib ketdi. U yillar o'tgandan keyin pushaymon bo'ladi. Nimaga men bu narsani men sposibni qo'llab ko'rmadim? Nimaga men bunaqa qilmadim? Nimaga men kurashmadim-da? Ana o'sha pushaymon bo'lmasligi uchun o'zini nima deydi, o'zidagi xatolarini ko'rish kerak, o'zidagi xatolarini to'g'rilash kerak. Ana o'shanda ham qarshisidagi vaziyat inson o'zgarmagandan keyin, ya'ni o'zini davoladi, lekin qarshisidagi inson o'zgarmadi, da o'sha o'tda chora qolmaydi. Chidashdan anaqa yo'q-da. Ko'rgan o'sha patsiyentim og'ir ahvoldagisiga og'ir emas. Aytyapman, o'zini ustida ishlab, ko'p vaziyatini qilib ko'rgan. Chunki menga kelib turardi. Foydasi bo'ldi. Juda ko'p ish qilib ko'rgan. Bilmaganga ham solgan. Yaxshi muomalasini Har davom xil etib metod. ko'rgan, janjal qilmagan, tushunasizmi? O'zini ustida ishlagan, o'zini ustida priнимать qilgan, mayli bu ham qanaqadir bosqichdagi o'suvchi inson, men ham deb qabul qilgan. Demak, menga bekorga Xudo shuni to'g'rilamadi deb turib ishlagan. Hech kim bir-biridan norozi bo'lmagan, lekin uni anaqasi o'zgarmaganda, tushunasizmi? Battarlashganki, uni yaxshilik tomonga o'zgarmagan. Meni oldimga kelgan patsientlarim misol uchun xiyonat bilan konkretno ajrashaman, Nilufar deb kelishganlari bor-da. Ishtasini birga qilib yuborganman. Anaqa qilmaymiz, nima deydi? Hozir qilmaymiz. Davay ko'ringlar, bizning xato, sizni xatoyingiz nimada ekan, nima noto'g'ri ekan deb ko'ramiz deb, oradan vaqt o'tgandan keyin, yillar o'tgandan keyin, erim meni shunaqa yaxshi ko'rar ekan, munosabatimiz shunaqa zo'r bo'lib ketdi deydi-da, qanaqa men ko'rmadim. Xotinim nima bunaqa qiladi? Prosta xotinim sababini qildi. Ko'p bo'lganda, zo'r taklif qilaydi. Aslida bu yetimga kelish uchun kerakda ayollarimizga. Mana xiyonatdan keyin mana bir xil ayollar anaqa qilishadiki, men erim bilan umuman yasholmasam kerak, bo'ldi, kechira olmayman deydi, bu ajrashaman deydi. Bir xil ayollar aytadiki, ajrashgandan keyin zo'r bo'lib ketaman deb bo'ldi. Ikkalovi ham yolg'on-da. Munosabating umuman buzilmasligi mumkin, munosabating zo'r bo'lib ketishi mumkin. Chunki boshqa etapga olib chiqadi. Agar ayol o'zini ustida ishlasa, avtomatik erkakda ham o'sha jarayonlar bo'ladi, o'zgarish jarayonlari bo'ladi. Munosabatlar umuman boshqa etapga chiqadi. Lekin agar o'zingizni ustingizda ishlamasangiz, o'zingizni xatolaringizni ko'rmasangiz, ayol o'zini xiyonatini ko'rmaydigan bo'lsa, turmushga chiqib ketgandan keyin zo'r bo'lib ketishining iloji yo'q. O'sha zo'r bo'lib ketayotgan ayollar turmushdan ajrashgandan keyin zo'r bo'lib ketgan ayollar hamma sababini qilgan, qo'lidan kelgan hamma narsasini qilgan, bo'lmagandan keyin ajrashdi, ana undan keyin zo'r bo'lib ketishi mumkin. Hozir qizlar borki, yo'q, erim xiyonat qildi, bo'lma, vashi kechira olmayman, bir narsa qila olmayman. Ko'r, nega sen hayotingda xiyonat bo'lyapti? Ne ering xiyonat qildi? Nega sen shunaqa erkakni tortib olding? Ana ichadi-ku bir xillar. Mani erim ichyapti deydi-da, keyin mani erim ichyapti, bir narsa, men yasholmayman. Хорошо, sen erga tegayotganingda o'sha ering icharmisiz? Yo'q, umuman ichmaysiz. Значит, sen ering shunaqa qilsan. Senda ekan deydi. Xuddi shunaqa narsa. Bir xil erkaklar umuman xiyonat qilmagan bo'ladi, kelgandan keyin, chunki ayolda shu programma bor, tortib oladi. Xuddi anaqada, yangi kelin kelganda qiziqtirmamani deydi. Qizlar kelgan, Sen o'zing qilasan deydi, ayollar xiyonat qiladi. erini uyiga borganda birinchi ota-onasini o'stirgan guli bo'lib boradi-da, 5 yil, birinchi 5 yil chiroyli bo'lib yurishi mumkin, o'ziga qarab yurishi, lekin 6-7-yili уже er sug'organ ayolda, o'sha bo'ldi, o'tdi, уже o'zingni mahsulingda ayolni erkak. Xuddi shunaqa ayol erkak bilan-da, bir-biriga juda anaqa o'xshaydi-da. Mana erkak bizning oldimizga keldi, u onasini mahsulida, onasini qurgan, yasagan bitta narsasi. Yo'qmayapsanmi? Boshqatdan bizginda, boshqatdan 200% boshqa narsa qurilar ekanda. Ko'tarib yurmasdan bizginda yengitdan qurib, san unaqa ham bo'ladi. Inshaalloh o'zi bilan ham nima qilish kerak-da, qizlar. Pulini bo'r tuzadi. Chunki men qaranglar, bitta narsa bo'ldi-da, yaqinda men aytaman shuni. Sizlarga qo'shildim, мнениялар o'zgaryapti, yangi bilimlar kirib kelyapti. Tafakkur, fikrlash. O'zgargandan keyin men turmush o'rtog'im ham bir o'zgaryapti degani shunda-da. Keldik, shunchaki keldik, mana to'xtadik, meni olib kelib qo'yatlar, aytadiki, "Men hech qachon deyaptilar, bu mavzu bo'lmadi. Seni tanlaganimga afsuslanmaganman. Urushganda ham bu gapni aytmaganlar, menga yo'q qilib. Aytmaganlar-da. Ana, men har doim eng to'g'ri tanlov sen tanlaganim bo'lgan degan narsani birinchi marta aytdilar-da. Yakunda mana qancha psixolog siz bilan ishlayapti. Ya marshi, qarang, to'satdan aytib qoldi. Birdaniga shunda eshikni ochib tushdik-da, shuna qaryaptilar, shu gapni aytyaptilar. Bu nimaga bo'lgan? Chunki siz o'zingizga nazarni ichkariga qaratyapsiz. Har gal gaplashganimizda, har gal suhbat bo'lganda siz nazarni ichkariga qaratyapsiz. Tashqarida yana qo'ni-qo'shnilar yo yana kimdirlar haqida o'ylamayapsiz. Faqat nazarni ichkariga qilganingiz uchun eringiz отражение, просто отражение-da tortish kuchi bilan siz o'sha narsani shu o'zingizga olib berdingiz tasdig'ini. Hozir mana shu yerda
shu oxirida bitta nima jumla aytib ketay, sal yechim ham bo'lishi kerak-ku. Har doim ham qizlarjonlar, ayollarimiz og'riqqa bizani samotsenkamiz pastligi yoki bizani kimlardir nechtojni inson bo'lganligimiz sabab bo'lib qolmaydi bu yerda. Sizni niyatingiz bo'ladida, katta mana bu yerda tugilgan niyat bo'ladida, o'sha niyatni amalga oshirmoqchi bo'lasiz, lekin o'sha joyda mana bu ongda turib, ong doim bizni himoya qiluvchida, ongda turgan bo'ladida, mana shu inson senga qarshilik qiladi. Mana shu inson bor ekan, sen mana bu niyatingni qila olmaysan. Chunki kimnidir niyati juda ustun bo'ladida, keyin ong vaziyatni izlashni boshlaydi. Nima hozir shu inson bilan seni uzoqlashtirib tura oladi yoki nima senga bahona bo'la oladiki, niyatingga yetishing uchun. Shunda ham mana shunaqa xiyonatlar sodir bo'lib qoladida, buni natijasida yig'lashadi, dod deyishadi, lekin aslida unda ham baribir shu ayolni o'zida bo'ladi. Niyatlaringga qara. Shu joyda o'ylab ko'ring. Sizda mana shunaqa turmush o'rtog'i bilan o'rtada munosabat buzilishi yoki shu hali xiyonatga bormasin xiyonatga. Qanaqadir buzilish nimalar bormi? O'sha og'riqqa tortib olish shart emas. O'zingiz bilan ishlang. O'ylab ko'ring. Niyat amalga oshirmoqchisiz, shu inson qarshilik qilib turibdimi? Bu biling, bu sizning qarshiliklaringiz. Bu bilan tez ishlab oling. Erkakka cho'zib yurmang ko'p og'riqni. Erkak bilan ko'p cho'zib yurmang. Bu mumkin emas. Mana turmush o'rtog'im bunaqa, men turmush o'rtog'im bunaqa degan og'riq ko'tarib yurish mumkin emas. Ong aytadiki, demak bu inson bizga kerak emas ekan. Demak bu inson bilan bizda rivoj kam bo'lar ekan deb, mana shunaqa har xil vaziyatni tortib olish ehtimoli kattarib ketishi mumkin. Qaranglar, Alloh biza bilan 3 ta tilda gaplashar ekanda. Birinchisi sevgi tilida gaplashar ekan, ikkinchisi muammolar orqali gaplashar ekan, uchinchisi kasalliklar orqali gaplashar ekanda. Mana buni hech qachon eshitmaymiz. Sevgi tilida ichingizda уже sekin anaqa bo'ladi, g'ashlik bo'ladi, ichingizdan sezishni boshlaysiz. Nima qilamiz? Hamdog qilamiz, chetga suramiz, eshitmaymiz. Bir xil ayollar umuman his qilmaydi. Ikkinchisi hayotimizga muammolar kirishni boshlaydi. Xiyonat qiladi, nimadir bo'ladi. Uni ham bosib o'tdik deylik. Uchinchisi nima bo'ladi? Уже psixosomatika. Kasalliklar boshlanadi, mioma bo'ladi, bir narsa jenskiy kasalliklar bo'lishni boshlaydi. Lekin biz o'zimizni o'sha yoqqacha olib borib o'tirishimiz shart emas-da. Hozir qaranglar, mana ko'p psixolog aytadi, ering xiyonat qilyaptimi, sen aybdorsan debchi, ayollarni чувство viniga tiqib tashlayapti. Unaqa ayol hech narsa уже qilgisi kelmaydi, bor, yonib ketmaydimi? Depressiyaga kirib oladi 2-3 yillabda. Bu yerda ayol kishini ham ayb emas. Bu yerda o'zini aytdik-ku boya, erkak kishining o'zini travmasi bor-da, erkak kishining o'zini og'rig'i bor, qayerdadir qabul qila olmaydigan tarafi bor. Qarasha, uni tan oldik, erkak kishining og'rig'i bor. Xo'p, menda nima bo'lyapti? Nimaga meni oldimga shunaqa erkak keldi degan joyida, mana agar xiyonat hayotingizda bo'layotgan bo'lsa, xiyonatdan keyin nima qilishni bilmayapsiz, ajrashmaymi yoki erimni kechiraymi, nima qilay deyotgan bo'lsangiz, albatta, ana chuqurlikka olib tushishingiz iloji yo'q-da. Men yaqinda anaqa qilaman, kurs qilaman, xiyonatdan keyingi tiklanish bu umuman ajrashish bo'lmasligi mumkin. Munosabatlarni yangi urovni bo'lishi mumkin. Bilmayman, taqdir balki birga bo'lar, birga bo'lmas, lekin men ichimizda qalb xotirjamligi, o'zimizni tanishimiz, o'zimizni yaqinlashishimiz, mana shu xiyonat aslida sizni yaxshiligingizga olib kelganini, ichingizdagi musirlarni olib chiqib tashlash bo'yicha xiyonatdan keyingi tiklanish kursini qilaman. Nima deydi, qiziqqanlar bo'lsa, shunaqa vaziyat bo'lgan bo'lsa, yozishingiz mumkin administratorlarimizdan nomer. Menda ham bor anaqa ayollarning o'sha mioma, kista, har xil kasalliklari bo'yicha. Ya'ni bunda ham o'sha chidab emotsiyani yutib ichida tugunga aylantirgan. O'sha oxirgi bosqichiga kelgan. Да, sizniki mana начале, чтобы не дошли до kasalliga, например. Menda уже shunga keldimi? Bilasizmi, menda bir sog'lom ayol bir 1% kelgan yo'qda ishonasizmi? Hammasida yo kista bor, yo mioma bor, yo ko'kragida bez bor, yoki hammasi bor. Zobida tugunlari bor, yoki uchalasi ham bor. Ishonsizda, u masalan aytmaydi, yaxshi oilaviy sharoit, lekin ichida u erini yoshligida o'sha bo'lgan yoki qachondir bo'lgan, yo eshitgan. Bu ne обязательно bu kasallik oilasida bo'lishi shart emas. Oilasi zo'r, lekin kino ko'radimi? Qo'shnisini xiyonatini eshitadimi? Ayol kishi o'sha o'ziga tortib, o'ziga bir siqilib emotsiya beradi-yu, mana shu ham buni kasal qilaveradi. Tushunasizmi? Bekorga men ayollar emotsionalniy organizm demayman. O'shalardan o'sha uni musirini o'ziga olyapti-da, tushunasizmi? Begonani eri yaxshidir, normalniy, oilaviy sharoit normalniy, yoshlik ham yaxshi o'tgan. Lekin qo'shnisiga siqilgan,
voy bechara anavi mana bunaqada, voy bechara anavi qarindoshim mana bunaqada deyapti-da. Sen kimsan? Rahm qiluvchi Alloh bor. Sen kimsan? Nimaga uni vazifasini olyapsan? O'ziga kasallik orttiradi. Yordam bermoqchi bo'ladimi, birga qo'shilib siqilmoqchi bo'ladimi, tushunasizmi? Ichidan o'ylab yuradimi, bitta rosa ko'p shunaqa ayollar. Qo'ching emassan, qo'shnisini, qizini, ajrashgan qizini, o'xshamagan turmushini deb yig'lab berishga tayyor. Tasavvur qiling. Mana shu-da. Ana shuni kasal bo'lib keladi. Hozir o'shalarni ham chiqarish uchun tozalov o'xshagan qanaqa tozalov? Miyazni, organizmni men уже sabab bilan keldimi, уже kasallik bormi? Bu yerda ham meditsinskiy, уже ham psixologik ishlamasangiz ham kompleks ishlaysiz-da. Mandagilar kompleks o'shaning uchun. Bu yerda ham meditsinskiy sababini yechib, lecheniasini qilib beraman, и plus psixosomatikasi bor. Shuning uchun ham bu уже oxirgi stadiya. Agar bundan ham o'tib ketib dalshi yashasa, hech kim garantiya bermaydi bu ayolda qachondir rak chiqishi mumkin deb. Hech kim garantiya bermaydi, tushunasizmi? Chunki uni ichidagi ubеждениясini, tanlovlarini, e'tiqodlarini, ishonchlarini o'zgartirmasangiz, dalshi ketaveradi bu narsa. Boshlanib bo'lgan proses. Oxiridan bitta oldingi ostanovkada turibdi degani bu, tushunasizmi? O'shaning uchun bu ayollar agar kimdadir bor bo'lsa, qanaqadir hattoki oddiy hayz buzilishi bo'lsa ham sizlarni taklif qilgan bo'lardim. Mana shu linklar qoldiramiz har birimiznikini, bemalol murojaat qilib, aloqaga chiqib, kimda nima problema, muammosiga qarab, masalan, har birimizda bor o'sha yordam sifatida yoki juda ham hozir katta skidkada biz как Infinity klubda bo'lganimiz uchun katta skidkada kurslarimizda shundan foydalanib, bemalol o'zingizlarning ustingizda ishlab, rivojlanib, sog'lomlashib olishinglar mumkin. Demak, orqang bo'lish mumkin emas. Makkada kasalliklar natijasida makkada o'sha rak rivojlanib ketishi, tuzalib bo'lmaydigan birinchi navbatda sog'liqqa qarash. Qarang Marziya, hozir aytganingizdek, qo'shnini bolasi, yana kimlardir hayoti yoki serialni tortyapti-da. Bu narsalarni bilmay yashayotgan ayollar uchun men hozir endi hayotiy qonunlar, ilohiy qonunlar haqida kurs yaratdik. O'sha kursni ularni hammaligini taklif qilib qolaman. Sababi mana shu kunga kelmaslik uchun ilohiy qonunlar, hayotiy qonunlarni yaxshilab o'rganib olishlik kerak. Har bitta ayol va hali turmushga chiqmagan qizlar ham shuni o'rganib olish kerak. Sababi hozirgi biz muhokama qilayotgan nima deydi oti? Natijaga kelmaslik uchun ham hamma hayotiy qonunlarni ko'zga ko'rinmaydi, to'g'ri ular, lekin ular bor, ularni yo'q deya olmaymiz. O'sha qonunlarni hammasini har doim bizmasdan hayotiga tatbiq qiladigan qizlar bo'lsa, bu natijalarga kelmaydi, bunaqa natijalarga. Ya'ni kasallik yoki yana og'riq orqali rivojlanish. O'shaning uchun hamma qizlarimizni, ayollarni yosh tanlamaydi bu ilohiy hayotiy qonunlar. Har bitta yoshga kerak. 7 yoshdan 70 yoshgacha hamma ayollarga kerak, erkaklarga ham kerak albatta, lekin ayollarimizni taklif qilib qolaman. O'zingizlarni hayotinglarni chiroyli qilib, juda ham o'zingiz havas qiladigan qilib yaratish uchun albatta ilohiy shu hayotiy qonunlar bilan tanishib, o'rganib olsanglar buyoq zo'r bo'ladi, xudo xolisa. Hammasi kompleksli bo'lsin. Demak, mana shu podkastni eshitganda ayollar qaysi tomonda og'riqlari bo'lsa, shu tomonda yo'nalib bemalol mutaxassis qidirmasdan murojaat qilishlari mumkin. Va meni ham o'zimni tanishimda, shu o'zimni jiyanim juda yaqin insonimda xiyonatga uchragandan keyin u shunaqa og'ir vaziyatga tushib qoldi. U ustida ishlash, boshqasi u yoqda tursin, uni ruhiy immuniteti shunaqa past ekanki, ruhiy apatiyaga tushib qoldi. Umuman hayotga keraksiz, farzandlar ham qolib ketdi. Depressiyani o'tkir bosqichida, shulardan ilhomlanib, mana shunaqaga keraksizlik hissidan ilhomlanib kurs yaratganman. Menga keraksan degan kurs, bu kursda hali hammasi tugamaganligi, hayot faqat o'sha bitta erkak yoki uni xiyonatidan iborat emasligi, agar kimdir qo'lingizdan ushlab turganida chiqish mumkinligi, o'sha juda chuqur depressiyadan olib chiqib keta oladigan shunaqa kurs yaratganman. Taklif qilaman. Opalar, xo'p, kursinglar zo'r. Keyin kurslari qimmat emas, hammalariniki lavashi puli, zavtrakka puli, ujinni puli. Xo'p, besplatni nima bor, nima beramiz? Besplatni beramiz. Manda butun boshli 2 yil davomida yaratilgan audio kanal bor. Gapirasizlar.
audio kanalim bor. Unda shu bir ayolni butun hayoti haqida ko'rib chiqilgan va yana bitta imkoniyatki, hozir mana shu Infinitive klubda bo'lgan paytimizda mana shu imkoniyat yaratganman. Bir martalik bepul konsultatsiyani sovg'a qilaman. Bu o'zimga qiziq. Shahnoz opa, konsultatsiya bering. Shahnoz opa, men konsultatsiya bering. Qaranglar, menda bitta zo'r narsa bor. Menga o'xshagan tadbirkorlar, biznesmenlar, buxgalterlar, o'ziga ishongan ayollar bor. Bilasizlarmi? Baribir biz ayollikdan ancha chetga chiqib qolgan odamlarmiz-da, kuchli ayol bo'lishni boshlab qo'yganmiz-da. Biz baribir ham ich-ichimizda ayolmiz, shuni his qilishimiz uchun ham bunaqa davralar bizga kerak. Kelinglar, shu davrani birga his qilinglar. Men o'zim shunaqa tadbirkor ayol sifatida his qilayotganim borgan sari yoqyapti va bu narsani his qilganimcha nafaqat men oilamga yokida boshqa narsalarga, ishimga ham zo'r ta'sir qilyapti. Hammanglar kelinglar, sizlarni kutamiz ham. Klubga o'zi hali ichiga kirganimiz yo'q, hech narsa qilmadik. Shu emotsiyalarni o'zi ishimga ham zo'r ta'sir qilyapti. Hammanglarga tavsiya qilaman. Manda aynan ayollar uchun aprel oyida o'tkazganman 30 kunlik bepul marafonim bor. Bu yerda bitta kasallikni ham meditsinskiy sabab yechimlari, ham psixosomatik sabab yechimlari, plus yana qo'shimcha coaching, insonni ichki holati bilan o'zini ustida ishlashi bo'yicha da aynan o'sha mavzuga taalluqliroq qilib ochib berganman. Bir kunda mavzu tipa общий, lekin 3 xil qarash, 3 xil yechim bilan 3 tadan video qilib Telegram kanalimda ochiq dostupda bor. Bemalol kirib, ko'rib, o'zingizda nima borligini topib, o'sha bo'yicha yana mini kurslarimga o'zingizni, demak, tanlovingizni qilishingiz mumkin. Aynan shu videoni ko'rib, shu videoni tagida yozganlar uchun mendan bepul konsultatsiya va hozir endi boshlanadigan hayot qonunlari, ilohiy qonunlarga skidka. Necha foiz? 20% skidka bor. Ekspertlarimiz ko'p, adashtirib yuborishadi. Sizdan boshqa narsa so'rashlik mumkin. Kommentga yozib ketinglar. Nilufar opa bersinlar, Shahnoz opa bersinlar, Latofat, bular Sevara va Marziya opam. Yoki hammanglar deb yozsanglar bo'ladi. Bularning yordamchilari sizlarga silka yuborishadi, qo'shilib olasizlar. Agar sizlarning hayotingizda turmush o'rtog'ingiz yoki partneringiz xiyonat qildi, lekin o'zingizga kela olmayotgan bo'lsangiz, meni YouTube kanalimda bunga bilan yechimini ko'rsatgan bitta bepul darsligim bor. Shu videoni tagida silkasini qoldirib ketaman, o'tib ko'rib olishingiz mumkin. Voy ham shuni aytmadingizmi? Nima?